Har doimgidek assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz, obunachilarimiz. Mana bugungi mashinamiz tayyor bo'ldi. Labo mashinasi izotermik furgon bo'lgan. Ko'rishinglar mumkin. Bularga sifatli qilib eng full variantda qilib berganmiz. Mashinani mana ko'rishinglar mumkin. 1.5 bo'lgan balandligi, chetlari alyumin profillar har doimgidek 1.7 2 stenka, 1.5 stenka profillardan yig'ib berganmiz. Mana yoniga sandiq qilib berganmiz. Bularga ko'rishinglar mumkin. Akkuratni qilib, germetishni qilib, har doimgidek gelimagin eshigi yopilganda yopiladigan qilib berganmiz. Yoniga eshigini qo'ygan fiksatorlar bor, dugalarimiz har doimgidek bo'lgakada rama usilenilariga chiqib berganmiz. Ramalar ponni ochib, ichiga profil tiqib berilgan. Orqa dugalarimiz mana ko'rishinglar mumkin. Ponni nerjavega qo'yilgan. Tepaga nerjavega tarnovlar qo'yilgan, gabarit chiroqlari bor. Furnituramiz har doimgidek qulf kalitli furnitura bo'ladi. Rossiyskiy sifatli turbalar nerjaveyki. Rezinkalarimiz sifatli rezinka, yirtilib ketmaydi. 5 lik qalinlikda bo'lgan. Bu mashinamiz refrigeratorga tayyorlanyapti. Ichlari ponni alikafon bo'lgan, germetishni qilib, suv o'tmaydigan qilib, ponni yusa bo'ladigan qilib berganmiz. Tepalariga chiroqlar ham qo'yib berganmiz, ko'rishinglar mumkin. Yonboshdan eshik ham ochib berganmiz bularga. Xudo xolasa refrigerator qo'yiladi.